10 aprel kuni Qirg'iziston Uyg'urlari bu davlatda yashayotgan boshqa musulmon xalqlar bilan birlikda bu yillik Rozit bayramini kutib oldi. Shundaqla muhtoj oilalarga yordam qo'llarini uzatib, xayr-saxovatlik ishlarni olib bordi. Qirg'izistonning janubiga joylashgan Jalolobod viloyatidagi Uyg'urlar Jaloloboddagi Ikramboy Hajim masjidida Rozit namozini birlikda o'qidi va oyimni qutlug'lash xayr-saxovat ishlarini qanot yaydirdi. Bu yillik Rozitlik saxovatlik faoliyatlar Germaniyadagi Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujil Qarqash apandim bilan Germaniyadagi turk qarindoshlarining yordami va Jalolobod shahridagi ittifoq jamiyatining qo'llab-quvvatlashida amalga oshirildi. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaro kun tartibida turayotgan bir paytda Xitoy hukumatı saxta maydon yasab, chet el ziyoratchilarni taklif qildirishni kuchaytmoqda va bu vosita orqali xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yab, jinoyatidan o'zini qochirishga urinmoqda. Xitoy tashviqot organi Tangirtog' to'rining xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Shungri, atalmish Uyg'ur Avtonom rayonining Qo'rchoq raisi Erkin Tunyaz, Qo'rchoq amaldor Abduraqib To'mirniyaz 8 aprel Urumchida aloqador davlatlarning aqli ambirdagi tadqiqotchilar va taratqu vakillar umidikilar bilan ko'rishgan. Xitoyning import va eksporti yangi yilda mo'lchardan eshib boshlangan bo'lsa-mu, mart yana tuvallab tashqi savdodagi ojizlikning davom qilayotganligini ko'rsatdi. Xitoy Tammojning bosh idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, 2024-yil 3-oyda eksport 7,5% tuvallab 279 milliard 700 million dollarga, import 1,9% tuvallab 221 milliard 100 million dollarga tushib qolgan. Tashqi savdo aktiv balansi 58 milliard 600 million dollar bo'lgan. Amerika prezidenti Joe Biden Oqsaroyda Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio va Filippin prezidenti Ferdinand Marcosni kutib olgan paytda Amerika, Koreya va Yaponiya Sharq Xitoy dengizida birlashma manevr o'tkazdi. 4-oyning 10-kundan 12-kunigacha Sharq dengizida o'tkazilgan manevrda Yaponiyaning bir urush paraxodi bilan Amerika va Koreyaga tava boshqariladigan bomba ishlatilgan. Xitoy Yaponiyaning bosh ministrining Amerikadagi faoliyatlariga bo'lgan noroziligini rasmiy yo'llar orqali yetkazganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Osiyo ishlari bo'limining bosh direktori Liu Junsong juma kuni Yaponiyaning Xitoyda turishliq bosh elchixonasining amaldori Akira Yukochini ministrlikka chaqirib, Washingtonda o'tkazilgan Yaponiya Amerika boshliqlar yig'inida Yaponiyaning pasif harakatlariga qarshi turgan hamda Amerika, Yaponiya va Filippin o'rtasidagi 3 taraf boshliqlar yig'iniga qarshi Xitoyning ig'ir andisini va noroziligini ifodalagan. Boshliqlar yig'inida yana Hind Tinch okeanda Xitoyning kunsiri kuchayotgan rayon ta'siriga qarshi tinchlik va muqimlik uchun hamkorlik kuchuri gavdalantirilgan. Ukraina urushida Xitoyning qo'llashiga erishgan Rossiya mudofaa sanoatini ilgari surdi. Amerika amaldorlarining Beijingni yordamdan voz kechishga qoyil qilmoqchi bo'layotganligi ma'lum. İsmini oshkorlashni xohlamagan Amerika amaldorlarining aytishicha, Xitoy 2023-yilning oxirgi chorakida Rossiya import qilgan hamda ballistik boshqariladigan bomba ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin bo'lgan 900 million dollarlik qurol va uskunining 70%dan ko'pragini ta'minlagan.